Esinglarda bo'lsa, ustalari orasida tunikani samarasi haqida shov-shuvli muhokama bo'luvdi. Samarada tepa valnaga urish kerakmi yoki ichki valnaga urish kerakmi? Shu haqida bo'luvdi. Bu tomimiz 2014-yil yopilgan o'zimizning uyimiz. Buni bir qator ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik mendan so'rashuvdi, siz qanday fikrdasiz? Valnani ichiga urilgan ma'qulmi yoki ustiga urilgan ma'qulmi deb. 12 yillik tomimizni ko'rib turganingizdek, polностью samarasilar valnani ichiga urilgan. Xo'p, bugun 3-may. 2-may kuni Kosonsoyda qattiq jala yoqqan. Buni kosonsoyliklar biladi. Hozir buni yomg'irdan keyingi holatini yechib ko'rsatamiz. Samarazimizga e'tibor berasizlar, salniga ham unaqa kuyib ketmagan 12 yillik salnik. Teshigi ham normalniy. Hozir buni pastdan ko'ramiz, qanaqa holatda bo'lganini. Tomimizni pastdan ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, samarazlarimiz chiqib turibdi, bir tomchi ham suv o'tkazmagan. Atrofimiz esa qup-quruq 12 yillik tomimiz. Siz qanday fikrdasiz? Bu videoyim bilan valnani ustidan uradiganlarni yomonlamoqchi emasman. Hattoki o'zim ham do'ppili tomimizni tepa qismlarini polностью valnani ustidan uraman. O'zingiz fikringizni kommentariyada yozib qoldirasiz.